odamlarning insonga xos bo'lmagan yashash va ishlashiga, o'ziga yot g'oyalarini o'zlashtirib, qiyofasini o'zgartirishiga kim majbur qildi? Ular qaysi gunohi uchun xalqi, qavmi qarindoshiga, qadriyatlariga begona bo'lib yashashga mahkum etildi? Bu savollarga ko'rsatuv davomida albatta javob topasiz. Albatta javob topasiz. O'zbek va turk xalqlari aloqalari juda qadim ildizlarga ega va bu ikki xalqning teran tomirlari bir manbadan oziq oladi. Ikki davlat o'rtasidagi teng manfaatli aloqalar tarixi esa mustaqilligimizning dastlabki kunlari bilan bog'liq. Turkiya birinchilardan bo'lib O'zbekistonning mustaqilligini tan olgan qardosh davlatdir. Ana shu vaqtdan beri O'zbekiston-Turkiya munosabatlari ham siyosiy, ham savdo-iqtisodiy, ham madaniy-ma'rifiy sohalarda muttasil rivojlanib keladi. O'zbekistonda xorijiy ishbilarmonlar uchun yaratilgan qulay investitsion muhit, yaxshi sherikchilik aloqalari biz bilan hamkorlik qilishni istagan barcha davlat va xalqlar qatori turk sarmoyadorlariga ham yurtimizda emin-erkin faoliyat olib borishi uchun imkon tug'diradi. Buni birgina 2010-yilda o'zlashtirilgan xorijiy investitsiyalarning 9 milliard 700 million AQSh dollariga yetgani, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi esa 2 milliard 400 million AQSh dollaridan oshgani ham isbotlaydi. Bevosita Turkiya sarmoyalariga to'xtaladigan bo'lsak, shu kungacha mamlakatimiz iqtisodiyotiga kiritilgan Turkiya sarmoyasi hajmi 1 milliard dollardan oshdi. Ayni kunlarda turk sarmoyadorlari ishtirokida 2590 ta korxona faoliyat yurityapti. Oxirgi bir necha yillardan buyon ikki davlat o'rtasidagi yillik savdo aylanmasi 1 milliard dollarga yetgan. Mazkur ko'rsatkichlarning o'ziyoq O'zbekiston-Turkiya aloqalarining bugungi holati haqida yaxshigina tasavvur beradi. O'zbeklarda tuzini yeb, tuzlig'iga tupurdi degan maqol bor. Bu yaxshilikni unutib, yomonlik, ko'rnamaklik qilganlarga nisbatan qo'llaniladigan naql. Bu iborani mamlakatimizda barcha tadbirkorlar, jumladan xorijiy ishbilarmonlar uchun yaratilgan shart-sharoitlardan foydalanayotgani holda, shu davlatda ustuvor bo'lgan qonun-qoidalarni nazar-pisand qilmay, o'ziga joy, ishlash uchun imkon bergan xalqning qadriyatlarini oyoq osti qilib, yot g'oyalarni tiqishtirmoqchi bo'lgan ba'zi qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmonlarga nisbatan ham qo'llash mumkin. Keyingi vaqtlarda turk tadbirkorlari faoliyatida qo'pol ravishda qonun buzilishi holatlari, jumladan soliq va bojxona qonunchiligi, mamlakatimizda o'rnatilgan pasport rejimiga oid me'yoriy hujjatlarga amal qilmaslik bilan bog'liq jinoiy xatti-harakatlar kuzatilyapti. Dalillarga murojaat qilamiz. 2010-yilning 1-dekabr kuni huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorlikda Toshkent shahar Bektemir tumani Chirchiqbo'yi ko'chasi 9-uyda joylashgan lok-bo'yoq mahsulotlari va qurilishda ishlatiladigan quruq qorishmalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Magma Group mas'uliyati cheklangan jamiyatida qisqa muddatli tekshiruv o'tkazdi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur korxona Turkiya fuqarosi Do'mbez Joshqun tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, ayni paytda uni Ikrom Qodirov bosh direktor sifatida boshqarib kelgan. Tekshiruv davomida korxona mutasaddilari ishlab chiqarilgan mahsulotlarni yashirin tarzda sotib, savdo qoidalarini buzgani fosh bo'ldi. Noyabr oyida 87 milliondan ortiq naqd pul mablag'i bank muassasalariga topshirilmasdan o'zlashtirilgan. Ushbu pul mablag'lari ushbu korxonada mavjud omborxonada mavjud bo'lgan tovar moddiy boyliklari sotishdan tushgan naqd pullar bo'lib hisoblanadi. Xuddi shunday holat Orzu plastik qo'shma korxonasida ham mavjudligi aniqlandi. Xususan, korxonada 2009-yilning noyabr oyidan 2010-yilning fevraligacha bo'lgan muddatda 48 million so'mdan ortiq mablag' soliqlardan yashirilgan. Bundan tashqari, maxsus yashirin joydan inkassatsiya qilinmagan qariyb 2,5 million so'm topildi. Turk sarmoyadorlari ishtirokidagi yana bir korxona, Alif Esta mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati tekshirilganda, hech qanday hujjatlarda aks ettirilmagan salkam 2,5 tonna miqdoridagi polietilen mahsulotlari realizatsiya qilinib, 22 million so'm miqdoridagi mablag' soliq to'lovlaridan yashirilgan. Trikotaj mahsulotlari ishlab chiqaradigan Ozodalik mas'uliyati cheklangan jamiyati ishida ham bir qator qonun buzilish holatlari aniqlandi. Masalan, korxonaning 33 ta xodimiga berilgan 13 million so'mdan ortiq pul kirim va chiqim hujjatlarida aks etmagan, inkassatsiya qilinmagan, soliq va boshqa to'lovlardan yashirilgan mablag'lar hisobidan berib kelingan.
2010-yil 28-oktyabr kuni huquq-tartibot idoralari hamkorligida o'tkazilgan qisqa muddatli xo'jalik moliyaviy tekshirish davomida yana bir qator turk sarmoyadorlari ishtirokidagi korxonalarda ham xufiyona iqtisodiyot va qora buxgalteriya amaliyotlari borligi aniqlandi. Turkiya fuqarosi Emre Kozanoğlu rahbarligidagi Emir Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatining ishlab chiqarish sexi ko'zdan kechirilganda bojxona to'lovlari to'liq amalga oshirilmaganligi sababli vaqtincha Chorsu savdo markazining omborxonasida saqlab turilgan 41 ta tikuv anjomlari noqonuniy ravishda foydalanib kelinayotgani va bu jinoiy faoliyatdan 24 million so'mlik daromad olingani ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, korxonada davlat soliq inspeksiyasidan ro'yxatdan o'tmagan yashirin sex faoliyat yuritayotgan ekan. 28 ta tikuv mashinasidan iborat ushbu yashirin sexda ishlab chiqarilgan mahsulotlar tabiiyki tashkilotchilarning hamyoni uchun ishlagan. Xalq iste'moli mollari yetkazib berish va sotish bilan shug'ullanuvchi Po'lat AES qo'shma korxonasining yordamchi binosida inkassatsiya qilinmagan 22,5 million so'm miqdoridagi naqd pullar va buxgalteriya hujjatlarida aks ettirilmagan 57 million so'mga yaqin mollar topildi. Adnan Karayakar xabarlik qilayotgan ushbu qo'shma korxona jinoiy faoliyatlari faqat shulardan iborat emas. Bu haqda yana birozdan keyin batafsil to'xtalamiz. Bu o'rinda faqat yana bir moliyaviy jinoyat. Korxona rahbariyati tomonidan birgina oktyabr oyida 5 million so'mga yaqin daromad soliqlardan yashirilganligini ham ilova qilmoqchimiz. Akeja Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati ham faqat o'zining hisobiga yanglishadigan korxonalar xilidan. Masalan, bitta taftishning o'zida qardosh tadbirkor tomonidan 78 million so'm tuya qilingani ma'lum bo'ldi. 2010-yilning 30-iyulida huquq-tartibot organlari xodimlari hamkorligida amalga oshirilgan tekshiruv natijasida yana 2 ta o'zbek-turk qo'shma korxonalardagi jinoiy faoliyatlar fosh etildi. Aniqlanishicha, O'zkaynak qo'shma korxonasida 31 million so'mga yaqin mollar kirim qilinmagan, salkam 4,5 million so'mlik mahsulot soliq to'lovlaridan bo'yin tovlangan holda naqd pulga sotilgan. Bu ham yetmagandek korxonadan 252 ming so'm inkassatsiya qilinmagan pullar ham topildi. Bunday qallobliklar korxonaning ishlab chiqarish sexida ham aniqlandi. Kansellariya mollari savdosi bilan shug'ullanadigan mashhur Kaynak NTA qo'shma korxonasidan esa 5,5 million so'mdan ortiq hujjatlarda ko'rsatilmagan noqonuniy kansellariya mollari inkassatsiya qilinmagan qariyb 450 ming so'm pul topildi. Amaldagi qonunchiligimizda ish beruvchi va ishchilarning huquqlari, burch va manfaatlari aniq belgilab berilgan. Xususan, tomonlar o'rtasidagi huquqiy munosabatlar fuqaro ishga qabul qilinayotgan vaqtda tuzilgan mehnat shartnomasi asosida amalga oshiriladi. Mazkur korxonalarning aksariyatida ishchilar bilan mehnat shartnomasi tuzilmasdan og'zaki kelishuv asosida ularning mehnatidan foydalanib kelingan. Oqibatda bu korxonalarda hujjatlarda aks ettirilmaydigan mahsulot ishlab chiqarilib, naqd pulga asosan shaxsiy cho'ntaklar uchun sotib kelingan bo'lsa, ikkinchi tomondan mehnat qonunchiligi qo'pol ravishda buzilgan. Ish beruvchi va xodim o'rtasidagi mehnat shartnomalari tuzilmagan, tabiiyki ularga to'lanadigan maoshlar ham noqonuniy faoliyatdan olingan daromadlar hisobidan to'langan. Bir yolg'onda 40 yolg'on deganlaridek, ushbu korxonalarda jinoyatni boshlab kelavergan. Masalan, Orzu Plastik qo'shma korxonasida 2 nafar, Alif St mas'uliyati cheklangan jamiyatida 2 nafar xodim, Ozodalik mas'uliyati cheklangan jamiyatida 4 nafar mahalliy, 2 nafar Turkiya fuqarosi pasport rejimiga amal qilinmagan holda ishlatib kelingan. Belgilangan tartibga ko'ra bu yerda judomenda vaqtincha ro'yxatdan o'tgan holda bo'lish kerak edi. Vaqtincha ro'yxatdan o'tmagan holda ishlashyapti, yashashyapti hozirda. Birinchidan bu holatda hozir korxona rahbari ishchilarni noqonuniy ravishda ishlatayotganligi aniqlandi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksining 223-modda 4-qismini buzib, bular ro'yxatdan o'tkazmasdan ishlatishyapti. Albatta, bu insonlar pul topib, ro'zg'or tebratish uchun shunday og'ir sharoitda ham ishlashga rozi bo'lgandir. Ammo korxona mutasaddilari ishchilarning huquq va manfaatlari qonun bilan himoya qilinishiga bepisand qaragani mana bu tasvirlardan ko'rinib turibdi. Yo'qsa, har bir ishlab chiqarish obyektida amal qilinishi shart bo'lgan fuqaro muhofazasi hamda yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilingan bo'lardi. Mana shu ishlab chiqarish korxonalarida yong'in xavfsizligi holati juda qoniqarsiz ahvolda. Qo'lbola elektr moslamalaridan foydalanmoqda. Rozetkalarga vilkasi elektr simlarini to'g'ridan-to'g'ri foydalanishyapti. Ishlab chiqarish korxonalarida ishchilar yotib qolishiga yo'l qo'yilmoqda. Bu umuman yong'in xavfsizligi qoidalariga talabga javob bermaydi. Nomlari tilga olinayotgan korxonalarning ko'pchiligida bitta qonunni buzdik, bunisini ham buzsak nima qilibdi qabilida ish tutilgani ko'rinadi. Aks holda shuncha jinoiy faoliyat yetmagandek, butun dunyoda madaniyatli insonlar qat'iy amal qiladigan sanitariya, gigiyena talablariga ham panja orasidan qaralmagan bo'lardi.
Mana bu ishchilarning turar joyi tayin bo'lmagani bois Magma Group mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli sanitariya gigiyena talablariga mutlaqo javob bermaydigan mana bunday xarob ahvoldagi binoda ular uchun yotoq joy tayyorlab berilgan. Bu ishchilar o'rtasida kasb kasalligi chiqarish mumkin, gripp kasalligi, o'risi kasalligi keltirib chiqarish mumkin. Bunday og'ir ahvoldagi ish sharoitlarini ismi jismiga nomunosib Ozodalik mas'uliyati cheklangan jamiyati, Orzu plastik qo'shma korxonasi, Emir tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati, O'zkayna qo'shma korxonasi va boshqa korxona sexlarida ham kuzatish mumkin. Albatta, ishga nisbatan bunday munosabat, qonunbuzarlik, tartibsizliklar ishlab chiqarilayotgan va sotilayotgan mahsulotlarning sifatida ham namoyon bo'lgan. Iste'mol muddati o'tib ketgan, me'yoriy hujjatlar va standartlarga nomuvofiq deb topilayotgan mahsulotlar korxonalarning firma do'konlari, savdo shoxobchalari orqali iste'molchilarga sotib kelingan. Aniqlangan barcha kamchilik va qonun buzilish holatlari yuzasidan tegishli tartibda chora-tadbirlar ko'rildi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, so'nggi 2 yil davomida 54 nafar Turkiya fuqarosi Jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bilan javobgarlikka tortilgan. Mamlakatimiz iqtisodiyotiga keltirgan zarari, amaldagi qonunchilikni buzganligi uchun 50 ta turk kapitali asosida ishlagan korxonalar faoliyati to'xtatilgan. Bundan tashqari birgina Toshkent shahri hududida faoliyat yuritib, qonunbuzarliklar sodir etgan turk korxonalariga chiqarilgan sud ajrimiga ko'ra 60 ming AQSh dollari, 500 million so'm pul va 400 million so'mga yaqin tovar moddiy boyliklar davlat foydasiga o'tkazilgan. Turk tadbirkorlarining mamlakatimiz iqtisodiyotiga yetkazgan zararlari huquqiy hujjatlarga panja orasidan qaraganiga tegishli jazo choralari ko'rilyapti. Ammo ularning yana bir jinoiy faoliyati borki, u inson hayotining mazmun mohiyatini belgilaydigan qadriyatlari, mafkurasi bilan bog'liq bo'lganligi sababli unga nopisand qarash g'oyat xatarlidir. Bu xalqimiz tafakkur tarziga yod g'oyalarni singdirish, turkparastlik mafkurasini yoyish, nurchilar diniy ekstremistik oqimiga turli yo'llar bilan jalb qilish jinoyatlaridir. Tekshiruvlar davomida Magma Group, Ozodalik, Orzu plastik, Emir tekstil, O'zkaynak, Kaynak Enta, Akecha tekstil, Po'lat AES korxonalarining barchasida, shuningdek, Yevrosiyo taomlari mas'uliyati cheklangan jamiyati qoshidagi Gunesh kafesida O'zbekiston qonunchiligiga zid ravishda korxonalar hududida namozxonalar tashkil etilgan. Shu yerda xona bo'lgani uchun shu yerda namoz qiladi-da, kelgan mehmonlar bo'ladi, kelgan. Yurtimizda barcha dinga e'tiqod qiluvchilar, shu jumladan musulmonlar uchun ham o'z e'tiqodlarini emin-erkin amalga oshirishi uchun davlatimiz tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Xususan, bugungi kunda birgina Toshkent shahri hududida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasidan ro'yxatdan o'tgan 115 ta jome masjidi faoliyat olib bormoqda. Shuni ta'kidlash joizki, yuqorida qayd etilgan korxonalar xodimlari masjidlarimizda sharoitlar yaratilganiga qaramasdan nopokiza, namoz o'qish uchun nomatlub joylarda ibodat qilib kelishgan. Orzu plastik qo'shma korxonasida ishlagan xodimlarning ko'rsatmasicha, korxona rahbari Jamoliddin Alo'g'li ishchilarning namoz o'qishi va korxonada o'tkaziladigan boshqa diniy yig'inlariga bosh bo'lishgan. Ozodalik mas'uliyati cheklangan jamiyatining direktor o'rinbosari Turkiya fuqarosi Nejati O'zturk korxonada diniy tartib-qoida o'rnatadi va unga amal qilishga erishadi. Emir tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatida korxona rahbari Turkiya fuqarosi Emre Kozonoğlu esa xodimlar o'rtasida millatchilikka yo'g'rilgan turkparastlik g'oyalarini ilgari surib kelgan. Topilgan millatchilik timsollari ham uning shu maqsadini yoyishga xizmat qiladigan qo'llanmalar ekanligi aniqlandi. Turkiya fuqarosi Mehmet Tezjan ta'sis etgan Yevrosiyo taomlari mas'uliyati cheklangan jamiyati qoshidagi Gunesh kafesi tekshirilganda noqonuniy namozxona tashkil etilganligi aniqlandi. Ushbu namozxona ishtirokchilariga korxona rahbari O'roqov Sanjar Sulaymonovich taqiqlangan diniy adabiyotlar, xususan nurchilar diniy fundamentalistik oqim asoschisi Sayyid Nursiyning kitoblarini tarqatib, ekstremistik g'oyalarni singdirib borgan. Iqtisodiy jinoyatlar hamda Jinoyat kodeksining 244-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etgani uchun O'roqov Sanjar Sulaymonovich sud hukmi bilan 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu disk kimniki? Benimki. Sizniki. Alemlere rahmet hayatın geçiyor. Dursun Ali Erzincanlı. Kompüterden Minicik bir bulut var gökyüzünde. İnternetten işte. Sana aşık. Ayrılmıyor başucundan. Ma'lum bo'lishicha, tadbirkorlik niqobida kelgan ayrim Turkiya fuqarolari tomonidan aholimizga Turkiyada faoliyati bekor qilingan noqonuniy Rifah diniy partiyasi, nurchilar diniy fundamentalistik oqimi hamda undan ajralib chiqqan Sulaymonchilar oqimi, millatchilikka yo'g'rilgan va turkiy zabon xalqlarini o'z ta'siriga olishga urinayotgan Bozkurt noqonuniy tashkiloti g'oyalari va mafkurasini singdirishga qaratilgan faol harakat olib borilgan.
Nomlari zikr etilgan korxonalar rahbariyati va unga aloqador shaxslarning barchasi bunday qonunga xilof xatti-harakatlari uchun tegishli tartibda javobgarlikka tortildi. Ajdodlari, tarixi bir, tili, dili yaqin qardoshi bu ikki xalqning har doim totuv inoq yashashi uchun hech narsa monelik qila olmaydi. Zotan abadiy do'stlik, hamkorlik nafaqat ikki xalq, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning ham asosiy mezoni. Imzolangan abadiy do'stlik va hamkorlik haqidagi kelishuv xalqlarimiz, davlatlarimiz o'rtasidagi ana shu munosabatlarning huquqiy kafolatidir. Shu ezgu g'oyalar nekbin aloqalardan o'zining past niyatlarida tor g'arazli yo'lida foydalanmoqchi bo'lgan ayrim shaxslarga esa bir naqlimizni yodga solmoqchimiz. Bir kun tuz yegan joyingga 40 kun salom ber deydi xalqimiz. 40 kunlik salom biz ustuvor bo'lgan qonun qoidalariga rioya qilish, o'zbek xalqining urf-odat va qadriyatlariga hurmat deganidir.